Bugun birinchi darsimiz Midjourney sun'iy intellekt haqida o'rganamiz. Bugun biz kuchli vizual yaratish va hikoyalaringizni rasmlar bilan boyitishni tezroq usulni o'rganamiz. Midjourney bu yozma so'rovlaringizni rasm yaratuvchi sun'iy intellekt. Shu tarzda sizning dizayn hikoyangiz boshlanadi. Murakkab dasturlar yoki bo'yoqlar kerak emas. Faqat so'rovlar. Bu qanday ishlaydi? Siz Midjourneydan ikkita asosiy usulda foydalanishingiz mumkin. Midjourney web ilovasida sizni tasavvurlar qiling, ya'ni Imagine satrda so'rovingizni kiritasiz yoki Discordda siz Midjourney bot bilan buyruqlar orqali gaplashasiz. Ushbu qo'llanmada siz toza interfeys, vizual sozlamalar va tartibli ish joylarini taklif qiluvchi web ilovaga e'tibor qaratamiz. Masalan, Midjourneyga okean ustida go'zal quyosh botishi degan so'rov kirgizamiz. A beautiful sunset over the ocean. Ko'ryapsizmi? Vositadan natija olish juda oson. Siz xohlaganingizni tasvirlaysiz. Midjourney so'zlaringizni hayratlanarli san'at yaratadi. Interfeys bo'ylab harakat qilish. Midjourneyni ochganingizda yuqorida Imagine satrini ko'rasiz. Bu yerda siz so'rovingizni yozasiz. Xuddi hozir yaratganingiz kabi. Explore yorlig'ida ilhom olish uchun boshqa foydalanuvchilarning ishlarini ko'rishingiz mumkin va Create yorlig'ida esa o'zingizni san'atingizni joylashtirasiz. Siz allaqachon sezganingizdek so'rovingizni kiritganingizdan so'ng Midjourney sizga bir vaqtning o'zida 4 ta variantni taqdim etadi. Bu xuddi 4 ta rassomning bir vaqtning o'zida sizning g'oyangizni chizishiga o'xshaydi. Natijangizni tahrirlash. Aytaylik, siz aslida 4 ta quyosh botish rasmini yaratdingiz. Ular yaxshi, lekin aynan siz xohlagandek emas. Ulardan birontasining ustiga kursorni olib borsangiz, tez o'zgartirish tugmalarini ko'rasiz. V-Subtle tanlangan tasvirning asl nusxasiga juda yaqin bo'lgan o'zgarishni yaratadi. V-Strong kompozitsiya shakl uslub yoki kayfiyatdagi katta o'zgarishlarni beradi. Animate tasvir asosida qisqa animatsiya yaratadi. Xuddi shu buyruqlarni pastki o'ng burchakdagi istalgan rasmni bossangiz, undan ham ko'proq narsani topishingiz mumkin. Yaratish harakatlari. Ushbu paneldan foydalanib quyidagilarni sozlashingiz va boshqarishingiz mumkin. Tasvir o'zgarishlari asosiy g'oyani o'zgartirmasdan nozik yoki kuchliroq muqobil versiyalarni yarating. Yuqori darajadagi ko'tarish, aniqlik va tafsilotlarni konservativ tarzda yoki ijodiyroq tarzda oshirish, qayta ishga tushirish va tahrirlash. Hamma narsani qayta yozmasdan tasvirlab, qayta yarating yoki maqsadli sozlashlarni amalga oshiring. Qayta foydalanish imkoniyatlari yangi avlod uchun boshlang'ich nuqta sifatida bir xil rasm, uslub yoki taklifni qo'llang. Animatsiya sozlamalar, harakat intensivligi, tinchroq halqalar yoki dinamikroq natijalar uchun past yoki yuqori harakat oralig'ini tanlang. Loop xatti-harakatlar, uzluksiz yoki ifodali effekt uchun animatsiyaning qanday takrorlanishini boshqarish. Midjourneyda yanada ko'proq sozlash va o'zgartirish imkoniyatlari mavjud. Biz ular haqida keyingi darsda ko'rib bilib olamiz. Biroq siz ushbu vositadagi tugmalarni bosish orqali o'zgarishlar kiritmaysiz. Ajoyib san'at yanada buyuk ishoralar bilan boshlanadi. So'rovlarning ahamiyati. So'rovlar bu sun'iy intellektda aniq nimani xohlashingizni aytish usuli. Obyekt, kayfiyat, yorug'lik, uslub, hatto kamera burchagi. Bitta so'zni o'zgartiring, shunda tasviringiz yaxshidan mukofotga sazovorga yoki aksincha o'zgarishi mumkin. Masalan, okean ustidagi chiroyli quyosh botishi tinch va osoyishta muhit bilan. A beautiful sunset over the ocean, calm and peaceful atmosphere. Okean ustidagi chiroyli quyosh botishi dramatic golden hour oltin soat yorug'ligi bilan. A beautiful sunset over the ocean, dramatic golden hour light. Bu ikki rasmni bir-biridan shunchalik farq qilishining asosiy sababi nimada? Mavzu o'zgardi. Yo'q, xato, yoritish so'zlari o'zgardi. Aslida bu holda ba'zi so'zlarni burish va yorug'lik va kayfiyatni o'zgartirish, rang, kontrast va chuqurlikka kuchli ta'sir ko'rsatdi.
Biz ataylab biron bir aniq uslubni so'ramadik va mavzu yoki muhitni o'zgartirmadik. Aslida bu holda ba'zi so'zlarni burish va yorug'lik kayfiyatni o'zgartirish, rang, kontrast va chuqurlikka kuchli ta'sir ko'rsatdi. Biz ataylab biron bir aniq uslubni so'ramadik va mavzu yoki muhitni o'zgartirmadik. Professional maslahat. Midjourney siz aniq va to'g'ridan to'g'ri ko'rsatmalar berganingizda eng yaxshi javob beradi. Har doim kichik o'zgarishlarni sinab ko'ring. So'zlar va ohangni tanlash hamma narsani o'zgartirishi mumkin. Ko'rsatmalaringizni aniq sozlash. Midjourney sizga har doim 4 ta versiyani taqdim etadi. Shuning uchun siz ulardan birini tanlab, uni takomillashtirishingiz mumkin. Eng mos keladigan rasmni tanlang va batafsil ma'lumot olish uchun kattalashtirishingiz yoki qayta tasavvur qilishingiz mumkin. Ko'rsatmalaringizni aniq sozlash. Midjourney sizga har doim 4 ta versiyani taqdim etadi. Shuning uchun siz ulardan birini tanlab, uni takomillashtirishingiz mumkin. Eng mos keladigan rasmni tanlang va batafsilroq ma'lumot olish uchun uni kattalashtirishingiz yoki qayta tasavvur qilishingiz mumkin. Qancha ko'p tajriba qilsangiz, shuncha ko'p nazoratga ega bo'lasiz. Keyingi darslarda siz tomonlar nisbatlarini, yorug'likni va hatto badiiy uslubni qanday sozlashni o'rganasiz. Aynan o'shanda haqiqiy sehr boshlanadi. Bir nechta dastlabki darslar. Shakl yo'nalishini batafsil bayon qiling. Tajriba eng yaxshi natijalaringizdan ba'zilar baxtli, baxtsiz hodisalar bo'ladi. To'g'ri tuyulmagunicha qayta so'rang. Mukammallik shunchaki yaxshi bajarilgan takrorlashdir. Xulosa, bu sizning sun'iy intellekt san'ati dunyosidagi birinchi qadamingiz. Endi siz Midjourney nima ekanligi, undan qanday foydalanishni va birinchi taklifingizni qanday yozishni bilasiz. Bundan buyon u yanada qiziqarliroq bo'ladi. Keyingi qadamlar. Keyingi darsda biz sizning birinchi sun'iy intellekt san'atingizni birgalikda yaratamiz va noyob vizual uslubingizni shakllantirishni boshlaymiz. Esda tuting, Midjourney siz uchun san'at yaratmaydi, u siz bilan san'at yaratadi. Qiziquvchan bo'lib qoling.